Assalomu alaykum, hurmatli brifing qatnashchilari hamda Olmazor tumani aholisi. O'zbek tilining davlat tili sifatidagi o'rni va nufuzini oshirish bo'yicha Olmazor tumanida amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Til bu har bir xalqning borligi, birligi ramzlaridan hisoblanadi. O'zbek tilini siyosiy, huquqiy, ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy, ma'rifiy va boshqa sohalarda qo'llash doirasini kengaytirish, undan davlat tili sifatida to'liq va to'g'ri foydalanishni ta'minlash maqsadida hozirgi kunda respublikamizda hamda Olmazor tumanida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Davlat tili nufuzini oshirish bo'yicha Olmazor tuman hokimligida ham ish yuritish, shuningdek barcha idoralar aro hujjatlar aylanishi davlat tilida bo'lishi ta'minlangan va bu jarayonda davlat tiliga qat'iy amal qilish bo'yicha shaxsan tuman hokimi tomonidan qat'iy nazoratga olingan. Lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish bo'yicha bosqichma-bosqich tegishli ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 21-oktyabrdagi o'zbek tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 58-50 sonli hamda 2020-yil 20-oktyabrdagi mamlakatimizda o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 60-84-sonli farmonlari hamda Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-yanvardagi mamlakatda davlat tilida ish yuritishni samarali tashkil qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi 34-sonli hamda 2021-yil 10-fevraldagi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosiga bosqichma-bosqich to'liq o'tishini ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risidagi 61-sonli qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Olmazor tuman hokimligida hamda hokimlik tizimidagi bo'lim tashkilotlarida ham bosqichma-bosqich ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 14-apreldagi mahalliy ijro hokimiyat organlari tomonidan qabul qilinadigan qarorlarni ishlab chiqish, kelishish va ro'yxatdan o'tkazishni yagona elektron tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi 218-sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida Olmazor tuman hokimining barcha tegishli qarorlari, farmoyishlari hamda kengash qarorlari yagona elektron tizim e-qaror elektron tizimi orqali davlat tilida lotin alifbosida qayd etish ishlari yo'lga qo'yilgan. Va bu borada tuman hokimligi xodimlariga tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berib boriladi. Olmazor tumani hokimining barcha o'rinbosarlari, bo'lim va tashkilot rahbarlari lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishga to'liq o'tishi bo'yicha shaxsan mas'ul ekanliklari belgilab qo'yilgan va bu borada tuman hokimi tomonidan apparat yig'ilishlarida tegishli tavsiya va ko'rsatmalar berib boriladi. Bundan tashqari Olmazor tuman hokimining matbuot kotibi axborot siyosati masalalari bo'yicha maslahatchisi bilan hamkorlikda hokimlikning veb-sayti, ijtimoiy tarmoqlardagi Facebook, Telegram, YouTube, Instagram tarmoqlaridagi sahifalardagi berib borilayotgan targ'ibot, tashviqot materiallari davlat tilida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinishi yo'lga qo'yilgan. Bundan tashqari Olmazor tumani hokimligi, Olmazor tuman prokuraturasi
mas'ullari bilan birgalikda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyot universiteti, davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazi xodimlari bilan birgalikda Olmazor tumanida O'zbekiston Respublikasi davlat tili haqidagi qonuni ijrosi hamda mamlakatimizda ijtimoiy siyosiy hayotning barcha sohalarida davlat tili imkoniyatlaridan to'liq va to'g'ri foydalanishga erishish maqsadida tumandagi ta'lim muassasalarida, bo'lim tashkilotlarida davlat tiliga qat'iy amal qilishni nazorat qilish yuzasidan belgilangan rejaga asosan amaliy o'rganish ishlari olib borilmoqda. Olmazor tumanidagi bo'lim tashkilotlarida ham belgilab olingan rejaga muvofiq ish hujjatlarini davlat tilida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritilishini ta'minlash maqsadida bir qator o'rganishlar olib borilmoqda. Aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan mutasaddilarga tuman hokimining ogohlantirish xatlari berilib, kamchiliklarni bartaraf etish choralari ko'rilmoqda. Tuman hokimligida mutaxassislarni davlat tilida lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida ish yuritishlarini tashkil etish uchun O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Davlat tilini rivojlantirish departamenti hamda Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malakasini oshirish markazi xodimlari bilan hamkorlikda Olmazor tuman hokimligining 20 nafar xodimlari, ya'ni davlat xizmatchilari o'zbek adabiy til me'yori, lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosi va imlosi, davlat tilida ish yuritish asoslari bo'yicha reja asosida o'qitilib, ularga markaz tomonidan sertifikatlar taqdim etildi. Bu ham bo'lsa, davlat tiliga bo'layotgan e'tiborlardan biridir. Bundan tashqari, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti huzuridagi davlat tilida ish yuritish asoslarini o'qitish va malaka oshirish markazida respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda xo'jalik birlashmalari rahbarlarining ma'naviy ma'rifiy ishla samaradorligini oshirish, davlat tili to'g'risidagi qonun hujjatlariga rioya etilishini ta'minlash masalalari bo'yicha maslahatchilar o'rtasida ommaviy diktant tadbiri tashkil etildi. Olmazor tumanidan men ham borib ushbu ommaviy diktant tadbirida ishtirok etdim. Tadbirdan asosiy ko'zlangan maqsad davlat xizmatchilarini, ya'ni tuman hokimlarining davlat tili masalalari bo'yicha maslahatchilari orasida yozma savodxonlik madaniyatini keng targ'ib qilish, o'zbek tiliga bo'lgan hurmat va qiziqishni yanada oshirish hamda uning ijtimoiy mavqeini mustahkamlashdir. Maslahatchilarning savodxonlik ko'nikmalarini oshirish orqali respublika va mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlari hamda xo'jalik birlashmalarida hujjatlarning xatosiz yuritilishi hamda davlat tili qoida va me'yorlariga amal qilish sifatini yanada oshirishga erishish imkonini beradi. Toshkent shahar hokimligi huzuridagi Raqamli rivojlanish departamenti hamda geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Toshkent shahar komissiyasi mas'ullari bilan hamkorlikda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 18-martdagi Toshkent shahrida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ4642 sonli qarori ijrosini ta'minlash maqsadida bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. Jumladan, tumandagi aholi punktlarining tarkibiy qismlarini
xatlovi amalga oshirildi. Bunda Olmazor tumanida joylashgan ayrim geografik obyektlarning nomlari tuman va shahar kesimida takrorlanganligi, nomsiz hamda nomi qonun talablariga zid ko'chalarni tartibga keltirish bo'yicha Toshkent shahar hokimligi bilan hamkorlikda bir qator ishlar amalga oshirildi. Geografik obyektlarga nom berish va ularni nomlarini o'zgartirish masalalari bo'yicha komissiyalarning asosiy vazifalari belgilab qo'yilgan. Unga ko'ra, O'zbekiston xalqining tarixiy, madaniy qadriyatlari hamda merosi bilan bog'liq bo'lgan geografik obyektlarning nomlari muhofaza qilinishini ta'minlash, asossiz o'zgartirilishining oldini olish zarur deb belgilangan. Geografik obyektlarga nom berish va ularning nomlarini o'zgartirish chog'ida mahalliychilik, oshna-og'aynigarchilik, xizmat mavqeini suiiste'mol qilish holatlarini istisno etish hamda geografik obyektlar nomlarining birini boshqasiga o'zboshimchalik bilan almashtirishga yo'l qo'ymaslik haqida tegishli tushuntirish va tavsiyalar berib borilmoqda. Geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Toshkent shahar komissiyasi mas'ullari bilan birgalikda Davlat kadastrlari palatasi Toshkent shahar boshqarmasining Olmazor tuman filiali mas'ullari, mutaxassislari hamda mahalla raislari bilan birgalikda atroflicha ko'rib chiqilib, joylarda o'rganish ishlari olib borildi. O'rganish jarayonida mahallalardagi ayrim ko'chalar, tor ko'chalar, berk ko'chalarning nomlari tuman va shahar kesimida takrorlanganligi hamda ayrim amaldagi tor va berk ko'chalarning geografik joylashuvi bo'yicha o'rganishlar o'tkazildi. Ayrim mahallalar hududida joylashgan geografik obyektlar, ko'chalar, ulardagi ko'chmas mulk obyektlarining manzillari haqiqatdan ham amaldagi qonun hujjatlari talablariga nomuvofiqligi aniqlandi. Buning oqibatida tez tibbiy yordam xizmati, yong'inga qarshi kurashish, pochta va boshqa xizmatlarning xodimlari tomonidan fuqarolarning manzillarini noaniqligi sababli ularning uylariga belgilangan muddatda topib yetib kelishlarida qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu sababli ham geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Olmazor tuman komissiyasi tomonidan geografik obyektlar qayta ko'rib chiqilib, tegishli takliflar, ya'ni ayrim mahallalar hududidagi ko'chalarning nomlarini, ularning turlari hamda geografik joylashuvini qayta ko'rib chiqish yuzasidan takliflar tayyorlanib, ya'ni 203 ta geografik obyektlar bo'yicha takliflar ishlab chiqib, tegishli hujjatlar xulosa olish uchun geografik obyektlarni nomlash va qayta nomlash masalalari bo'yicha Toshkent shahar komissiyasiga taqdim etildi. Hozirgi kunda bu borada tegishli hujjatlar, tegishli ishlar olib borilmoqda. Bundan tashqari, Olmazor tumanidagi 64 ta mahalla fuqarolar yig'ini raislari ishtirokida Olmazor tumani komissiyasi tomonidan ko'chalar nomini o'zgartirish masalasi hamda O'zbekiston Respublikasining geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonuni, Vazirlar Mahkamasining geografik obyektlarning nomlari sohasidagi ishlarni tartibga solish chora-tadbirlari haqidagi 295-son qarorida belgilangan talablari asosida ko'rib chiqilishi hamda va bu borada aholi o'rtasida tegishli targ'ibot ishlarini amalga oshirish yuzasidan uchrashuvlar, davra suhbatlari o'tkazib borilmoqda. Uchrashuvlar davomida ularga qonun talablari,
ya'ni qonunga muvofiq geografik obyektlarning nomlarini o'zgartirishga doir talablar ishlab chiqilganligi hamda bu borada belgilangan normalar mavjud ekanligi haqida tushuntirishlar berib borilmoqda. Geografik obyektlarni nomlash masalasida fuqarolar tomonidan murojaatlar kelib chiqmoqda. Bu murojaatlarga asosan fuqarolarimizga geografik obyektlarning nomlari geografik obyektning belgilangan maqsadi jiddiy tarzda o'zgarganda, ayrim geografik obyektlarning tarixiy nomlarini tiklash zarur bo'lganda, agar geografik obyektlarning nomlari to'g'risidagi qonunchilik talablariga muvofiq kelmaydigan qisqartma so'z, raqam yoki so'z birikmasi bilan belgilangan bo'lganda, geografik obyektlarning bir xil nomlari mavjud bo'lganda o'zgartirilishiga yo'l qo'yilishi belgilab qo'yilganligi haqida fuqarolarimizga tushuntirish berib borilmoqda. Xalq deputatlari Toshkent shahar kengashining tegishli qaroriga asosan Olmazor tumanidagi mahallalarning aniq chegaralarini belgilash maqsadida Olmazor tumanidagi mahallalarning chegara chiziqlari tavsiflari hamda 64 ta mahallalarning chegaralari xaritalari tasdiqlandi. Bundan tashqari Olmazor tumanida davlat tili haqidagi hamda reklama to'g'risidagi qonunlar talablariga rioya etilish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib kelinmoqda. O'zbekiston Respublikasi davlat tili haqidagi qonunining 20-moddasida lavhalar, e'lonlar, narxnomalar va boshqa ko'rgazmali hamda og'zaki axborot matnlari davlat tilida rasmiylashtiriladi va e'lon qilinadi hamda tarjimasi berilishi mumkin deb belgilab qo'yilgan. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 20-fevraldagi tashqi reklama bozorini tartibga solish to'g'risidagi 104-sonli qarorining 7-bandida tashqi reklama obyektlarini, ya'ni konstruksiyalarni joylashtirish uchun reklamaning pasportlari, guvohnomalari, sertifikatlari, ruxsatnomalari va huquqni belgilovchi boshqa tegishli hujjatlari bekor qilingan yoki huquqiy hujjatlar mavjud bo'lmaganda, ya'ni ruxsatsiz o'rnatilgan tashqi reklama yozuvlari, tashqi reklama obyektlari, ya'ni konstruksiyalarini demontaj qilish bo'yicha choralar ko'rish belgilangan. O'zbekiston Respublikasining reklama to'g'risidagi qonunining 10-moddasiga muvofiq O'zbekiston Respublikasi hududida reklamalar O'zbekiston Respublikasining davlat tilida tarqatiladi. Reklama mazmunining tarjimasi quyidagi talablarga rioya etgan holda boshqa tillarda ham berilishi mumkin. Reklama mazmunining boshqa tillardagi tarjimasining matni uning O'zbekiston Respublikasi davlat tilidagi asosiy ma'nosini buzib ko'rsatmasligi zarur. Tashqi reklama orqali joylashtiriladigan reklamaning boshqa tillardagi tarjimasi uning matni O'zbekiston Respublikasi davlat tilidagi reklama matnining pastki qismida gorizontal holda joylashtirilishi va umumiy reklama maydonining 40% dan oshmasligi zarur. Bu borada tumandagi tadbirkorlik subyektlarida, korxonalarda tegishli tushuntirish, targ'ibot ishlari olib borilmoqda. Lekin ayrim tadbirkorlarimiz tomonidan bunday xato va kamchiliklarga yo'l qo'yishmoqda. Bu borada ular bilan joylarga chiqib suhbatlashib, kamchiliklarni bartaraf etish yuzasidan choralar hamda tegishli tushuntirish ishlari olib borilmoqda. Ayrim tadbirkorlik subyektlarining nomlari, peshlavhalari, so'zli belgilari,
jamlanma belgilari, tasviriy belgilarining aksariyati xorijiy tilda ko'rsatilgan. Qonunlar ijrosini ta'minlash maqsadida Olmazor tuman hokimligi, tuman prokuraturasi, tuman davlat soliq inspeksiyasi hamda tuman ishchi guruh a'zolari bilan hamkorlikda tumanda joylashgan tadbirkorlik subyektlarida tashqi yozuvlarni davlat tili talablariga rioya etilishi hamda belgilangan standartlarga javob bermaydigan noqonuniy o'rnatilgan reklama qurilmalari, konstruksiyalari, axborot yozuvlari, e'lonlari, peshlavhalari, tashqi reklama bannerlarini tartibga keltirish yuzasidan o'rganish ishlari olib borilmoqda. Olib borilgan tushuntirish ishlari natijasida davlat tili talablariga rioya etilmagan reklama axborot yozuvlari, e'lonlari, tashqi reklama qurilmalari demontaj qilish choralari ko'rilmoqda. Bugungi kunda tumanimizdagi bo'lim, tashkilot rahbarlariga, tadbirkorlik subyektlari rahbarlariga tashqi yozuvlar, e'lonlar, axborot matnlari, peshlavha, reklama yozuvlari, reklama va ko'rgazmali matnlarni davlat tilidagi hamda reklama to'g'risidagi qonunlarning talablariga moslashtirish lozimligi yuzasidan Olmazor tuman hokimining ogohlantirish xatlari taqdim etilmoqda. Har bir inson o'zi yashayotgan mamlakat tilini hurmat qilishi kerak. Fursatdan foydalanib, tumanimizdagi barcha tadbirkorlarga tashqi axborot yozuvlarini, peshlavhalarini, LED ekranlardagi yozuvlarni, reklama qurilmalaridagi yozuvlarni davlat tili haqidagi hamda reklama to'g'risidagi qonunlar talablariga rioya etgan holda nashr etishlarini va rioya qilishlarini so'rab qolardim. Ma'lumotlarim shundan iborat. E'tiboringiz uchun rahmat.